Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Musofirchilikda yurgan, Moskvada, Sankt-Peterburgda yurgan aka-ukalarga avtobus xizmatlarini taklif qilamiz. Mana UzAvtotrans kompaniyasining davlat tomonidan qo'yilgan reysiy avtobuslari xizmatinglarda bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, avtobusda ketmoqchi bo'lsanglar, telefon qila olasizlar. Yo'l kiralar narxlarini telefon qilsanglar batafsil tushuntiramiz. Dokumentida muammosi borlarga ham tushuntirib o'tamiz hozir. Ichki holatlarni ham bitta ko'rsatib, aka-ukalar bilan bitta suhbat olamiz do'stlar. Assalomu alaykum aka. Yaxshi joylashib oldingizmi avtobusga? Davlat tomonidan qo'yilgan O'zbek nomer avtobus. Aldov yolg'on bo'lmadimi? Siz bilan gaplashdimmi, siz bilanmi? Mana. Akalarimiz Andijondan ekan, O'zbekistonga ketyapti. Avtobuslar to'g'risida nima deysiz aka? Yaxshi, sharoitlari yaxshi ekan. Biror bir so'm pul qo'shtirib boshqa qilgani yo'qmi? Bunaqa bo'lmadi. Yolg'on aralashgan yo'q. Avtovokzaldan ketilyapti, to'g'rimi? Sizchi uka? Yaxshi. Fikrlaringizni bildiring uka. Xullas telefon qilib kelaverasizlar, ekranda ishonchli nomerlar bo'ladi. Ichki holatlarni ham hozir bitta ko'rsatib o'tamiz. Ketdik do'stlar. Avtobusimiz yukxonasi, yukxonaga 50-60 kilogacha yuklarni ola olasizlar. Yuklar mutlaqo besplatniy. Prosta kompaktniy qilib, ixcham qilib, prosta hammani yuki sig'ish kerak-da. 50 bitta mesta bo'lsa, 50 bitta odamning yuki sig'ish kerak bu yerga. Shuning uchun iloji boricha og'irroq bo'lsa ham kompaktniy ixcham qilib olsanglar yaxshi bo'ladi do'stlar. Ichki holatlarni bitta ko'rsatamiz endi. Avtobuslar komfort, hamma sharoiti bor. Mana ro'shnon kvartlar uchun 5 kilo, 6 kilo, 10 kilogacha yuklarni olib joylasanglar bo'ladi. 50-60 kilo yuklar besplatniy yukxonaga ketiladi do'stlar. Avtobuslarda sharoitlari bor. Uyatmaysizmi opa? Gapirasizmi? Qozog'istondanmisiz? Qozog'istonlik opalar yo'lda tushib qolgani ketyapti. Opa uyatar ekan. Aka farzandi bilan ekan. Joylashib oldingizmi? Rahmat. Sharoitlar yaxshi. Aldov yolg'on bo'lmadimi? O'zimizga qilib keldingizmi ish qilib? Mana. Pullilar bor, monitorlar yurganda ishlaydi, zaryadkalar ham yurganda ishlaydi do'stlar. Ya qolganlar dam olyapti opa ham. Telefon qilib kelasizlar, ekranga nomerlarni yozamiz, Rossiyskiy O'zbekiston nomerlari bo'ladi, talonlash qolmanglar. Avtovokzaldan Primoy reyslar bilan komfort avtobuslarda ketmoqchi bo'lsanglar, telefon qilinglar. Dokumentlar to'g'risiga endi mana keldik. Kimda dokumenti yo'q bo'lsa, registratsiyasi o'tib ketgan, reyestrga tushgan, patenti kuygan aka-ukalarga yo'l kiridan tashqari rasxod bo'ladi. Kimda kim rozi bo'lsa, voditelga o'zi lishniy summani beradi, yordam qilib olib ketadi. Zato bez deport, bez zapret vatanga yetib borib olsanglar bo'ladi. Bitta laykni bosib, podpiskani bosib, podpeskada bo'laveramiz do'stlar. Salomat bo'lasizlar.